Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Migrant.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugun mana sizlarga yana bir yangi chiqqan mobil dasturlardan, ya'ni pul yuborish tizimlaridan birini obzor qilib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Ilgari ham bu tizimni alohida ko'rsatgan edik. Bu OmniPay tizimi. Ilgari buni mobil dasturi yo'q edi. Hozirgi kunda mana shu mobil dasturi paydo bo'lgan. Biz ilgari sizlarga mana shu ularni saytidan qanday qilib pul yuborish haqida ma'lumot berganmiz. Bilasizlar, iloji boricha shunaqa yangi chiqqan pul yuborish tizimlarini ko'rsatib, tanishtirib, qanday pul yuborsa bo'ladi, qanaqa plyuslari bor, boshqasi bor, shularni ko'rsatishga harakat qilamiz va bugungi bizni obzorimizda OmniPay pul yuborish tizimi. Endi buni albatta o'rnatish birinchi navbatda smartfonimizga o'rnatib olishimiz kerak. Va buning uchun albatta bizga agar o'sha Play Marketdan, o'sha App Store'dan, Rus Store'dan yoki Samsung Galaxy'ni o'zini Galaxy Store'dan OmniPay deb yozishimiz kerak. Mana hozir kirib ko'rsatamiz. Bizda hozir Play Market bor. Shu yerga kirib izlashga OmniPay deb kirillcha yozsa ham bo'ladi. Mana OmniPay deb yozamiz. Mana kelyapti va bu yerda mana ko'rib turibmiz OmniPay degan mobil dastur bor. Buni o'rnatamiz smartfonimizga. Endi albatta Rossiya telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Mana kod keldi. Kodni kiritib qo'ysak bo'ladi. Endi bu yerga biz pin kod qo'yishimiz kerak ekan. Buni propustit qilsa ham bo'ladi. Разрешить. Mana biz hozir profilimiz hali to'ldirilmagan. Pul yuborish uchun albatta bir profil to'ldirishimiz kerak. Ana undan keyin, ya'ni o'sha bizni pasport ma'lumotlarimizni, propiskani, ya'ni registratsiya ma'lumotini kiritishimiz kerak. Undan keyin pul yuborish imkoni bo'ladi. Mana hozir profilga o'tdik. Bu yerda fuqarolik tanlaymiz. Gражданствоni bu albatta O'zbekiston. Hop. Agar kimda rezident bo'lsa yoki VNJsi bo'lsa, uni tanlaydi. Bizda unaqamiz yo'q. Endi uni shu to'ldirib turgan paytda o'sha Rossiyada ishlatiladigan xorijiy chiqish, ya'ni zagran pasportimizda qanday yozilgan bo'lsa, shunday qilib o'sha lotin yozuvida kiritamiz familiyani, imyosini. O'zi o'sha pasportni notarial tarjimasi bo'lsa, shundan foydalansa osonroq bo'ladi. Pasport raqamlari, seriyasi. Endi asosan mana shu hamma mobil dasturlarda qanday ro'yxatdan o'tishimiz deyarli hammada bir xil, shunaqa o'tiladi. Ya'ni muammo yaratmaydi. Hop, pasportni berilgan vaqti, pasport berilgan joy ekan, ya'ni yana bir marta O'zbekistonni tanlab beramiz. Hop, pasport bergan tashkilot. Buni ham o'sha pasport tarjimasigida qilsak bo'ladi. Yozsak. Demak, pasport bergan tashkilotni lotincha kiritishga majbur bo'ldik, chunki MVDda kiritmayapti. Hop, pasportning muddati, tugash muddati. Продолжить bosdik. Endi registratsiya, bu ham majburiy, kiritmasa bo'lmaydigan manzillardan. Rossiya Federatsiyasi, region tanlaymiz. O'zimizga keladi bo'lgan regionda. Majburiy bo'lgan ma'lumot hammasini kiritdik. Saqlanib bosamiz. Mana endi sizdan ma'lumotlaringiz tekshiriladi. Shuning uchun buni ozgina vaqt o'tishi mumkin. Ungacha biz o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olib tursak bo'ladi tekshiruv bo'lguncha. Tekshiruvdan o'tgandan keyin shunaqangi pul yuborish imkoni paydo bo'ladi. Ungacha ma'lumotlarni ko'p tursak bo'ladi. Ya'ni pulni qayerda olsa bo'ladi degan limitlari bor ekan bu yerda. Kamida bitta 300 rubldan 100 ming rublgacha birdaniga yuborsa bo'lar ekan. Qayerda qabul qilsa bo'ladi? Bu AstraSend degan pul o'tkazish tizimi bor. Mana shu ishlaydigan joyda kod olsa bo'lar ekan. 10 ta raqam berar ekan va bu yerda mana raqamni bossak, AstraSendni qayerlardan olsa bo'ladi degan savolga javob olish mumkin ekan saytda. Bu yerda biz hozir O'zbekistonni tanlasak, masalan deylik, biz Andijon tanlayapmiz. Получить. Показать списком desak,
Xo'p. O'zbekistonda mana Universal bank, Transbank, Andijonda Mikrokredit bank, Hamkor bank, Asaka bank, Transbank, ya'ni ko'plab bank развития biznesi, yana bir qancha banklarda olsa bo'lar ekan. Viloyatda ko'rdik, Andijon, Toshkentda undan ham ko'p bo'ladi. Yangi period qilish. Tekshirib bo'lgandan keyin bo'lar ekanda. Endi ozgina kutib turamiz endi. Hozir bular shunaqa sal tekshiradi, keyin chiqaradi. Mana bu yerda kalkulyator bor ekan. Bu orqali qancha, masalan, bugunda qanchani, qayerga qancha pulga qaysi valyuta bilan, ya'ni qaysi kursda yuborish ko'rsa bo'ladi. Направление kiramiz, O'zbekiston tanlashimiz mumkin. O'zbekiston 300 rubldan 100 ming rublgacha, demak, pullar kartezdan rublda yechib olinadi. Lekin O'zbekistonda naqd dollarda olasiz. Hozirgi kunda mana shu faqat dollarda olish mumkin. Endi mana bu yerdan hozir yozishimiz mumkin. Misol uchun biz deylik $100 yozib ko'raylik. $100 bo'lmoqchimiz, mana hisobini chiqarib beradi hozir. Ya'ni $100 bo'lsa, kursi bugungi holat bo'yicha 84.38, bugun 17-noyabr 2025-yil 84.38 bilan beryapti. Ya'ni 57 kopeykasi ham bor. Mana shunaqangi kurs bilan yuboradi, komissiyasi yo'q. Mana $100 yozyapmiz. O'sha 84.38 karta bor. Bali. Pasportda chiroyli qilib yozamiz. Latincha O deb yozilganini e'tibor berasizlar. O ni haligi tutuq belgisi bilan yozib bo'lmaydi. O deb yoziladi. Bali. Mana tekshirib olamiz bir marta. Naqd pul dollarda olinadi. Оплатить. Kod keldi mana. Перевод обработка o'tdi. Detali ko'ramiz. Mana tayyor, ya'ni доступен к выплате, ya'ni olishga tayyor ekan. 10 raqamdan iborat kontrol nomeri bor ekan, kontrol raqami, nazorat raqami. Mana shuni kvitantsiyani ko'chirib o'sha bankka borib ko'rsatsanglar bo'ladi yoki raqamni o'zini aytsanglar ham o'sha bankda chiqadi. Buni ko'chirib olsa ham, kopировать qilsa ham bo'lar ekan, o'zingizni Telegramingizga yoki boshqasiga yozib keyin jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Shunday qilib bu yerda biz bemalol amalga oshirdik. Xohlagan paytimizda ilgari yuborilgan pul yuborib o'tkazmalarimizni qaytarib повторно yuborsa bo'ladi. Buni ham imkoniyati bor. Hozir ko'rib o'tdinglar. Xo'p, mana shunday qilib do'stlar, endi ertaga Xudo xolasa bankka borib pullarni olamiz. Shunday qilib mana sizlarga yana bir yangi chiqqan mobil dastur pul o'tkazish tizimida vaqtida ma'lumot berdik, obzor qilib berdik. Xabarlar bor, ilgari ham buni ko'plab shunaqangi har xil dasturlar, mobil tizimlarini shunaqangi obzor qilganmiz. Sizlarga ham tavsiya qilamizki, har doim yuborishdan oldin shunaqangi bor Rossiyada ishlayib turgan, mashhur bo'lgan, ishonsa bo'ladigan mobil dasturlarni tekshirib olinglar. Ulardagi imkoniyatlar, yengilliklar, kurslari bo'yicha qanaqa kimda arzonroq ketadi shularni ko'rsatish kerak, solishtirish kerak va qaysi bir qulay bo'lsa, yaxshi bo'lsa, albatta ulardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Mana bugungi obzorimizda OmniPay mobil dasturi obzor bo'lganida bu AstraSense nomli pul o'tkazish tizimi orqali yuboriladi bunda va O'zbekistondagi bir qancha banklarda naqd pulda dollarda olish mumkin. Mana biz ko'rdik, Andijonda bir qancha banklar, mana Hamkor bank, shunga o'xshagan bir qancha banklarda olsa bo'lar ekan. Do'stlar, shunday qilib mana bugungi obzorimizni tamomlaymiz. Bundan keyin ham shunaqangi sizlarga foydali bo'lgan, yangi chiqqan, qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan dasturlar, shunaqangi foydali bo'lgan servislarni ko'rsatib, tushuntirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Yaxshi kunlarda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.